Dushanba kunlarning birida bir tuman hokimi yig'ilish qilayotgan ekan. Yig'ilish ham kechgacha davom etibdi-da. Shunda bir bankning xo'jayini telefoni jiringlabdi. Telefonini ko'tarsa, xotini qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Xotini: "Dadasi, qachon kelasiz? Men juda qo'rqyapman. Bu kech bo'lib qoldi kunam. Uyimizga o'g'ri-po'g'ri tushib qolsa, bu yashirgan pullarimizni nima qilaman dadasi" desa, haligi xo'jayinam: "Xotin, bemalol eshikni qulflab, damingni olavergin. Hozir hamma o'g'rilar mana shu yerda yig'ilishda turibdi" debdi. Dushanba kunlarning birida bir tuman hokimi yig'ilish qilayotgan ekan. Yig'ilish ham kechgacha davom etibdi-da. Shunda bir bankning xo'jayini telefoni jiringlabdi. Telefonini ko'tarsa, xotini qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Xotini: "Dadasi, qachon kelasiz? Men juda qo'rqyapman. Bu kech bo'lib qoldi kunam. Uyimizga o'g'ri-po'g'ri tushib qolsa, bu yashirgan pullarimizni nima qilaman dadasi" desa, haligi xo'jayinam: "Xotin, bemalol eshikni qulflab, damingni olavergin. Hozir hamma o'g'rilar mana shu yerda yig'ilishda turibdi" debdi.